Demak, bizda 4-mashqimiz sharti quyidagicha ekan. Hisoblang deyilgan va bizga misollar berilgan. Xo'p, keling sodda usulda hisoblashni o'rgataman. 7 ning kubi ayru 1 ning kubi, mahrajimiz esa 7 ning kvadrati plus 7 ko'paytirib 1 plus 1 ning kvadrati. Xo'p, zinhor buni kubga ko'tarib, kvadratga ko'tarib hisoblab yurmang. Shunchaki kublar yig'indisi va ayirmasi formulasini qo'llasangiz bo'ladi. Demak, buni 7 ayru 1 qavsga aytaman. 7 ning kvadrati plus 7 ko'paytirib 1 plus 1 ning kvadrati ko'rinishida yozaman. Mahrajni esa o'zini ko'chirib yozaman. Hop, e'tibor bersam, mana bu holatda qisqardi. Natijada menda 7 ayru 1 qoladi. Bu 6 ga teng. Ikkinchisi. Demak, 8 ning kubi plus 1 ning kubi. Hop, demak, mahraj 8 ning kvadrati ayru 8 ko'paytirib 1 plus 1 ning kvadrati. Suratni ikkita qavsga ajrataman. 8 plus 1, 8 ning kvadrati minus 8 ko'paytirib 1 plus 1 ning kvadrati. Mahraj o'zini ko'chirib yoziladi. 8 ning kvadrati minus, hop, keling mana buni to'g'rilab ketaylik. Minus 8 ko'paytirib 1 plus 1 ning kvadrati. Barobar mana bu qisqaradi. Qisqarsa 8 plus 1 barobar 9. Hop, uchinchi misol. Uchinchi misolning sharti qanday? Mana bunday ekan. Hop, 3 ning kvadrati ayru 3 ko'paytirib 5 plus 5 ning kvadrati. Mahraj esa 3 ning kubi plus 5 ning kubi. Hop, surat joyida turar ekan, mahraj ko'paytiruvchiga ajrar ekan. Hop, plus 5 ning kvadrati. Mahraj quyidagicha. 3 plus 5 3 ning kvadrati plus minus 3 ko'paytirib 5 plus 5 ning kvadrati. Hop, mana bu holatda qisqaradi. Natijada nima qoladi? 1 taqsim 3 plus 5 yoki 1 taqsim 8 qoldi. Hop, demak, 3-mashqni ham yakunlab oldim. Navbatdagi misolga o'tishdan oldin keling, doskani tozalab olaman. 7-sinf algebra darsi sizlarga qiyinchilik tug'diryaptimi? Undagi mashqlarni ishlash va misollarni bajarish jarayoni sizga noqulaylik tug'diryaptimi? Aslida muammo sizda emas. Muammo siz 6-sinf darsligini o'tgan paytingizda 6-sinf aha matematika darsligini o'tgansiz va bu 7-sinf algebra darsligi bilan biroz farq qiladi. Hamda ayrim mavzular orasidagi uzviylikni yo'qolganligida. Endi esa bu siz uchun muammo emas. Men Siroj domla YouTube'da 1200 dan ortiq video darslarni joylagan hamda 140 mingga yaqin a'zo yiqqan o'qituvchi sifatida sizga 7-sinf algebra onlayn kursini taklif qilaman. Onlayn kursimizda har bir mavzuga doir bo'lgan tushunchalar misollarni yechish jarayonida tushuntirib beriladi hamda har bir misollarni to'xtalib oson usulda siz tushunadigan tilda bajarib ko'rsatiladi. Bu degani siz barcha misollarni oson o'zlashtirishingiz mumkin degani. Kanalimizga ulanish narxi esa attiga 25 ming so'm va bu hammasi emas. Siz ushbu 25 ming so'm bilan o'quv yili oxirigacha, ya'ni 25-maygacha bo'lgan oralikda kanalimizdan foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Kanalga ulanish uchun Telegramdan Siroj domla akkauntiga yozishingiz mumkin bo'ladi. 4-misoldan boshlayman, qarab turing. 4-misol sharti quyidagicha ekan. 6 ning kvadrati ayru 2 ning kvadrati. Birinchi qavsda, keyingi qavs 6 ning kvadrati plus 6 ko'paytirib 2 plus 2 ning kvadrati. Hop, mahrajimiz 6 ning kubi ayru 2 ning kubi. Hop, mana shu joyda birinchi qavschini keling mana bunday qilamiz. Hop, bu nimaga tushadi? E'tibor bering. Hop, a ning kvadrati minus b ning kvadrati nima bo'lardi bizda? A plus b ikkita qavsga ajrardi. A minus b. Esingizdami? Demak, mana shu formulani qo'llayman bu qavschi uchun. Demak, boshladim. Yozaman. 6 plus 2 6 minus 2 qavschida 6 ning kvadrati plus 6 ko'paytirib 2 plus 2 ning kvadrati. Mahrajni ham soddalashtirib kerak endi. 6 minus 2 hop 6 ning kvadrati plus 6 ko'paytirib 2 plus 2 ning kvadrati. Hop, endi mana bu holatda butunlar qisqarib ketadi va bizda nima qoldi? 6 plus 2 barobar 8. 5-misol. 5-misolimizda quyidagicha ekan. Hop, 8 ning kvadrati plus 8 ko'paytirib 5 plus 5 ning kvadrati. Mahrajda esa 8 ning kubi ayrilgan 5 ning kubi. Hop, surat turadi, chunki hech nima qila olmaymiz uni. 8 ko'paytirib 5 plus 5 ning kvadrati. Mahraj ikkita qavsga ajrataman. 8 minus 5 va 8 ning kvadrati plus 8 ko'paytirib 5 plus 5 ning kvadrati.
Hop, demak, mana bu holatda qisqarib ketar ekan. Nima qoldi menda? 1 taqsim 8 ayru 5 yoki 1 taqsim 3. Hop, 6-chi misolga o'taman. 6-chi misolimiz birinchi mana bu qavsni ham oldinga o'xshab ikkita qavsga ajratib olaman. Birato'la 3 narsa ko'chirib olmoqchiman. 6 minus 7 6 plus 7 qilib ko'chirib oldim. Ya'ni, hop, buni boya o'rgatib o'tdim. Mana bunday holatda ko'chirdim. Keyingisi, hop, 6 ni kvadrati ayru 6 ko'paygan 7 plus 7 ni kvadrati. Hop, mahrajimizda esa 6 ni kubi plus 7 ni kubi. Keling, mana shu joyda birato'la mahrajni ham soddalashtirib ketaman. Ya'ni, hadeb biz vaqtni yo'qotmaylik. Hop, mahraj qanday o'zgaradi? Hop, mahrajni soddalashtirishni boshladim. Demak, 6 plus 7 6 ni kvadrati minus 6 ko'paytirib 7 plus 7 ni kvadrati. Ko'rdingizmi? Demak, bu qisqaradi mana bu holatda. Hop, bizda nima qoladi shunda? 6 ayru 7 qoladi va bu minusdan 1 ga teng. Demak, bu mashqni yakunlab oldik. Navbatdagi mashqqa o'tishimiz mumkin ekan. Hop, bizda 5-misol ko'p hadlarni ko'paytiruvchilarga ajrating deyilgan. Hop, bu 5-mashqda oldingi olgan bilimlarimizni astoydil eslab olishimizga to'g'ri keladi. Bundan tashqari onlayn kursimizda o'tgan mavzularni bir qo'l eslab o'tar ekanmiz. Qarang, mana boshladim. Birinchisi a ni kubi plus b ni kubi plus a plus b. Hop, mana bu holatda hech qanaqa ko'paytiruvchi ajrata olmayman. Faqat birinchi ifodalarni mana bu qismini soddalashtiraman. A plus b qavsida a kvadrat minus ab hop plus b kvadrat plus a plus b. Hop, mana shu a plus b ni olib chiqib ketaman qavsdan tashqariga. Olib chiqib ketsam, mana bu joyda nima qoladi? E'tibor bering, mana shu joyda 1 qoladi. Demak, yozaman a plus b. Keyingisi mana bu qavs ichi to'liq turibdi joyda. A kvadrat minus ab plus b kvadrat plus endi 1 bo'ladi. Ya'ni, hop, mana bu chiqib ketdi qavsdan tashqariga. Mana bu joy keldi. O'rnida 1 qoldi. Ikkinchi misol, a ni kubi minus b ni kubi plus a minus b. Hop, bu vaziyatda ham endi mana buni soddalashtirish kerak. Buni a minus b a kvadrat plus ab plus b kvadrat plus a minus b. Buni ham ataylab qavsga o'rab qo'ydim, sizga ko'rinarli bo'lishi uchun. Ikkalasidan mana shu chiqib ketdi. Chiqib ketsa nima bo'ladi? Qarab turing. Hop, a minus b chiqadi qavsdan tashqariga. Qavs ichida a kvadrat plusdan ab plusdan b kvadrat plus 1. Mana bu holat paydo bo'ladi. Hop, keyingi misolga o'taman endi. 3-misol. X ning kubi plus y ning kubi ayrilgan. Hop, mana bu joyda e'tibor qiling. Minus x minus y. Keling, buni boshqatdan yozaman. X ning kubi plus y ning kubi deb yozdimda, hop, mana bu ikkalasida ham minus ishorasi turibdi, ko'rgan bo'lsangiz. Shuni qavsdan tashqariga chiqarmoqchiman. Chiqarib olsam nima bo'ladi? X plus y hosil bo'ldi. Endi, hop, mana bu qismini ko'paytiruvchiga ajrataman. Ajratsam x plus y x kvadrat minus x y plus y kvadrat. Hop, minus x plus y. Hop, har ikkitasidan mana bu x plus y chiqib ketadi. Chiqib ketsa nima hosil bo'ldi menda? Birinchisida x kvadrat minus x y plus y kvadrat qoldi, minus 1 qoldi. Hop, demak 3-chisini ham ishlab oldim. Hop, 4-chisi uchun endi hop joy ochib olaylik. Hop, 4-misol x ni kubi plus minus ekan. Minus y ni kubi minus x plus y. Hop, ko'pchilik hozir mana shu yerda x minus y ajrataman deb o'yladi. Buni qilmaymiz. Endi bundoq qolamiz, qarang. Hop, x ni kubi minus y ni kubi minus chiqaraman-da, qarab turing. Minus x minus y deb olaman. Chunki o'shanda mana minus x ichkariga ta'sir qilsa mana minus bo'ladi, b plus ketadi. Buni tushundingiz. Endi qavsga ajratishim mumkin. X minus y. Hop, birinchi mana bu qismini soddalashtiryapman. X ni kvadrati plus x y plus y ni kvadrati minusdan x minus y. Hop, x minus y qavsdan tashqariga chiqib ketadi. Hop, demak, ikkalasidan chiqib ketdi. Birinchisida qavs qoldi. X kvadrat plus xy plus y kvadrat minus 1 qoladi. 5-misol. Hop, 5-misolda endi biroz o'zgardi shartlar. Qarab turing. A ni kubi plus b ni kubi plus 7 a plus 7 b. Hop, yana bitta yozaman shuni. A ni kubi plus b ni kubi plus 7 ni chiqarib olaman. Qavsida a plus b qoldi. Mana endi soddalashtiraman yana ham. Hop, bu a plus b, ya'ni mana bu ifodani soddalashtiryapman.
a kvadrat minus ab plus b kvadrat plus 7 a plus b. Har ikkalasidan a plus b chiqib ketadi qolsin tashqariga. A plus b chiqib ketsa qolsin tashqariga. A kvadrat. Hop, ani kvadrati minus ab plus b ni kvadrati plus 7 qoladi. Hop, endi 6-chisiga keldik. Hop, 6-chisi nima deyapti bizga? A ni kubi minus b ni kubi plus 5 ta a minus 5 ta b. Hop, buni endi qarab turing, o'zgartiraman. A ni kubi minus b ni kubi deyman. Minusdan 5 qolsin tashqariga chiqib ketaman. Plus 5 qolsin tashqariga chiqib ketsam, a minus b qoldi. Birinchi mana bu ifodani qolsiga chiritaman. A minus b, a kvadrat plus ab plus b kvadrat, hop, plus 5 a minus b. Ikkasidan a minus b chiqib ketadi. Natijada nima qoldi bizda? A kvadrat plus ab plus b kvadrat plus 5. Demak, biz ushbu mashqni muvaffaqiyatli yakunlab oldik. Navbatdagi darsimizni 6-mashqdan boshlaymiz.